undan yaxshisi bor. Xalqqa erkinlik, adolat, iymon yo'li ochilganda xalq hammasini qilar. Assalomu alaykum. Diktatura qanday illat ekanki, yurtni rivojini Diktatura bir kishining hokimiyati, yakka hokimlik degani o'zbekchasi, yakka hokimlik. Diktant yozadi-yu maktabda bolalar, diktant. O'qituvchi o'qib turadi, bolalar yozadi diktant. O'sha diktatura bilan bir so'z. Chunki bolalar o'qituvchiga qaray olmaydi. Nima deyapsiz ham deya olmaydi, so'ray olmaydi, yozish kerak faqat. Mirziyoyevning yonidagi xizmatkorlar yozib o'tiradi-yu. Shimoliy Koreyada, Turkmanistonda, diktatorlar bor joyda hammasi yozib o'tiradi. Masalan, Erdo'g'on gapirayotganda hech kim yozib o'tirmaydi. Diktatura shunday degan.